Assalomu alaykum. Genetika darslarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan kodominantlik va ko'p allellik mavzusida gaplashamiz. Xo'p, kodominantlik, ko'p allellik. Birinchi bo'lib ko'p allellikka to'xtalamiz. Ko'p allellik nima? Xo'p, biz shu paytgacha o'rgangan darslarimizda dominant A geni belgini chiqarishga sherik qilib, resessiv A geni birgalikda chiqargan. Bu nima degani desa, bu ya'ni dominant A ning resessiv bitta alleli bo'lgan xolos. Ya'ni bu qizil rangni ifodalasa, bu esa oq rangni ifodalagan. Endi boshqa bir belgini bu boshqa bir gen, ya'ni boshqa bir noallel genlar ifodalagan. Endi ko'p allellikda faqatgina belgini chiqishi ikkita allelga emas, bir nechta allelga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu qanaqa bo'ladi desa, ya'ni A bilan bir qatorda uni resessiv A'si yoki A1 bo'lishi mumkin. Va bular o'rtasida dominantlik har xil taqsimlanadi. Misol uchun, bu bundan, ya'ni dominant A'dan katta, A esa A1 dan katta bo'lishi mumkin. Bu ya'ni shu genlarning turi ko'p allellik bo'ladi. Demak, belgini yuzaga chiqarishga faqat ikkita emas, ya'ni B bilan kichkina b emas deylik. B da misol qilsak, B1, B2, B3 ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni belgining yuzaga chiqishi bir nechta allellarga bog'liq bo'ladi. Xo'p, buni berilgan 10-sinf yangi 10-sinf kitobimizda, ya'ni ko'p allellik bo'yicha quyonlarda yung rangi. Demak, quyonlarda yung rangi belgining yuzaga chiqishi bir nechta allel, ya'ni 4 ta allelga bog'liq ekan. Nechta? 4 ta allel. Xo'p, bu 4 ta allel qaysilar? Birinchisi S, katta dominant S geni. Bu agouti rangni ifodalaydi. Agouti degani qora rangni ifodalaydi. Endi uni keyingi allellari bor. S, H. Bu esa Himolay rangni ifodalaydi. Keyingisi S, Ch. Bu esa Shila. Xo'p, mana Himolay rang quloq, panja, burunda qora dog'lari bo'lsa Himolay rang, o'zi oq qolgan joyi shu qora dog'lar bo'lsa, Shila esa kulrang. Endi S, resessiv S geni esa oq bo'lishini, ya'ni albinos bo'lishini ta'minlaydi. Demak, belgining yuzaga chiqishi 3 ta gen, 4 ta allel gen, ya'ni S, SH, SC kichkina s belgilari orqali irsiylanadi. Bu genlar o'rtasidagi dominantlik quyidagicha taqsimlanadi. Ya'ni S, SH dan dominant, SH, SC dan dominant, SC dominant, resessiv S dan dominant hisoblanadi. Demak, bularda genotipi qanday bo'ladi? Xo'p, buni qo'yib chiqamiz. Misol uchun S H bilan birga kelsa qora, to'g'rimi? S o'zi kelsa birinchi yozmabmiz. Birinchisi o'zi kelsa qora. S H bilan kelsa ham qora. S Ch bilan kelsa ham qora. Dominant S, resessiv S bilan kelsa ham qora bo'ladi. Demak, 4 xil holatda genotip qora bo'laveradi. Xo'p, keyingi holat. Endi SH bilan kelsa Himolay rang bo'ladi. Himolay. Ch bilan kelsa ham Himolay rang. SH resessiv S bilan kelsa ham
Himolay rang bo'ladi. Himolay rang. Ha, endi bunday bo'lsa-chi? Ya'ni SC o'zi bilan kelsa bo'lishi mumkin. Bunda rang xo'p, shinshila. Endi SC S bilan kelsa resessiv. Bunda ham shinshila bo'ladi. Endi SS o'zi kelsa oq bo'ladi. Demak, ko'rinib turibdiki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta genotik sinf hosil bo'lyapti. Buni oldindan ham bilish mumkin. Buni qanaqa qilib bilsa bo'ladi? Buni formulasi bor, ya'ni genotip topish formulasi. Genotip topish formulasi n plus yo'q n hozir. Xo'p, n plus 1 taqsim 2. Bu yerdagi n teng nimaga desa, allellar soni. Allellar soniga teng bu n. Hozir bizda allel 1 2 3 4 ta. Demak, 4 ta allel bor. 4 plus 1 taqsim 2. Bu nechiga teng desa, 5 20 teng 10 ga teng. Haqiqatda mana 10 ta genotipik sinf hosil bo'ldi. Endi fenotipik sinflar qanaqa bo'lsa, 4 xilligi aniq mana. 1 2 3 4. Demak, fenotip topish formulasi qanday desa, fenotip teng bo'ladi n ga. N nima bo'ldi bizda? Allellar soni bo'ldi. Demak, allellar soniga bir xil bo'laveradi fenotip ham. Demak, 4 ta bo'lsa, fenotipik sinf ham 4 xil bo'ladi. Mana u ham 10 xil genotipik sinf. Demak, ko'p allellik xulosa o'rnida ko'p allellik nima desa, bir nechta allellar bir belgini chiqarishga sabab bo'ladi. Ya'ni noallel demayapmiz, allellar. Ya'ni allellar faqat ikkita bo'lmas ekan, bir nechta bo'lishi ham mumkin ekan. Endi bunga misol qilib, mana bu allelni keltirsak, xo'p. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bularning o'rtasidagi dominantlik quyidagicha taqsimlangan. Xo'p. Mana bunday. Ya'ni allellar soni bizda 6 ta. Endi quyidagi formulaga qo'yib ko'rsak, buni qilib topib chiqsak ham bo'ladi. Qanaqa bo'ladi desa, A1 bilan uchraydi. A1 A2 bilan uchraydi. A1 A3 bilan uchraydi. Xo'p, A1 A4 bilan uchraydi. Xo'p, A1 A5 bilan uchraydi. Xo'p, A1 A6 bilan uchraydi. Shunaqa qilib topib ketsa ham bo'ladi. Uning uchun hammasini birma-bir uchratib chiqish kerak. Xo'p, biz oddiygina formulaga qo'yib qo'yamiz yana. n plus 1 taqsim 2. Genotip topish deyapmiz-a bu biz. Mana genotip xilini topish. Bizda 6 tami? Demak, 6 plus 1 taqsim 2. Bu degani 6 ga 1 ni qo'shsak 7, ko'paytirsam 6 kere 7 42 taqsim 2 teng 21 xil bo'lar ekan. Demak, shuni hammasini qo'shib bir-biriga chiqsa 21 xil genotip sinf. Endi fenotip sinf qanaqa bo'ladi? Allellar soniga teng dedik. Demak, 6 ta 6 xil fenotipik sinf hosil bo'ladi. Qanaqa bo'lsa ham. Menimcha bu mavzu tushunarli. Keyingi darsimiz kodominantlikka bag'ishlanadi.